Assalamu alaykum aziz yurttaşlarım, ekran altı kadirlik görürmenler, hemminglarning akşaminglar xayrlik bolsun. Uyghur Akademiyasi, Akademiya söhbeti hoş geldinglar. Ben Mag'firat Kamal. Bir necha kundan buyon Xitoy Kommunist partiyasining 20 qurultayı echilyotidi. Xi Jinpingning vazifada qolganligi bilan munosabatli xabarlarni angladik. Bu mesele biz Uyg'urlar bilan yaqindan munosabatlik. Bu hammamizga ma'lum. Şuna bu akşam mutaxassislarimiz bilan mush temani cho'raydigan holda Uyg'ur masalasi va dunyo vaziyati haqida to'xtalamiz. Qiynamsa diqqatinglar bizda bo'lsin. Bugungi suhbatimizning qimmatli mehmonlari vaziyat analizchisi Elshad Hasan Kökbür efendim. Onundan keyin Uyg'ur Akademiyasi Vahbi Başkanı Doktor Farhat Tanrıtağlı efendim. Uyg'ur Akademiyasi ekraniga hoş geldinglar. Rahmat, sizga rahmat. Ekran oldidagi barliq qarindoshlarga rahmat. Hoş bulduk. Ben rahmat aytaman. Undaq bo'lsa, vaqtni ching tutib darhol boshlaylik. Bu 20 qurultay qandaq sharoitda ochildi? Uningdan burun aytacak ba'zi nimalar chiqqandi. Quloqdan quloqqa aktarilgan Xi Jinping darbi bo'ldi degan o'xshash gaplar chiqqandi. Mushuni cho'raydigan holda qandaq sharoitda 20 qurultay ochildi? Marhamat amsa. Elshad efendim sizdan boshlaylikmi? Bo'ldi. Amsibek kamtarlikmi qilib ketmay ma'qul, mendan boshlay. Uzoqdan keldingiz emasmi? Rahmat. 20 Xitoyning 20 qurultay nihoyatda bir tarixiy, bir muhim, bir xalqliq paytda ochildi. Xitoy uchunmi tarixiy ahamiyatlik, biz uchunmi tarixiy ahamiyatlik, xalqaro dunyo uchunmi, insoniyat uchunmi tarixiy ahamiyatlik. Chunki Xitoy Mao Zedong'ninki 76-yildan keyingi o'lishidan boshlab, xuddi Manchun ag'dirilgandan keyingi Manchun xonligi ag'dirilgan vaqtida 1911-yili ta Jiang Kai'shininki atalmış Xitoyni birlikka keltirguchi oraliqda bir mezgil har bir joylarda erkinlik ma'lum darajada mavjud bo'lib turgan. Mayli so'z, axborot erkinligi, masalan bizga ta'sir ko'rsatgan Sharq Turkistondagi apandimlar, Milliy inqilob, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati, Sharq Turkiston Jumhuriyati qatorliq jumhuriyatlarning qurilishi mushu mezgildagi Xitoyning davolg'ish vaqtida dunyoga kelgan. 76-yili Mao Zedong Xitoyning o'lishi bilan Xitoy ikkinchi qitim bu imperiya yana bir tavrinigan davri boshlandi. Yani 76'dan 89'gacha kelguncha Xitoy qaysi tarafga mengishini, qanday qilishini bilinmagan paytda biz shuningdan foydalanib qayta bir uyg'unish, o'zimizni o'ngshash, madaniyatimizni qizish, e'tiqodimizni kuchaytirish degandek bir tarixiy fursatga ega bo'ldik. Bu Xitoyning bagina emas, Xitoy yo'l topolmaganlikdan kelib chiqqan. Endi bu tarix 89'dan başlap o'zgarishga boshlagan bo'lsa, Xi Jinping'ninki 2012-yili sahnaga chiqishidan boshlab, bu Xitoyninki qaytadan yana istedit diktator, kontrol mush tarafga qarab mengib, maqitimkisi aslida endi Xitoyninki bu 76dan keyingisi yana bir qitim azroq bir boshqa bir yo'lni sinab boqamizmi degan Xitoy ziyolilar bo'lgan bo'lsa, Xi Jinpingning chiqishi bu qitimki aslida hamda Xitoy kommunistninki partiya nizomnomasiga va asos qonuniga kirgizgan bo'yicha rahbar ishga qarori, ya'ni 10 yildan keyin tushish. Uningdan keyin Xitoyda yana bir qonunlashmagan, ammo odatga aylangan Xitoy kompartiyasining Çişangbaşı adaydı. 67 yaş to'shqa bo'lsa, yana davomliq siyosiy bürosida qilib qolsa bo'ldi ishlasa, ammo 68 yoshga kirib qolgan bo'lsa, mushu qurultayga to'g'ri kelsa, hammasi tushib ketish. Bu shu vaqtdagi Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintaolarning davrida bir shakllangan qoida. Yana azroq bo'lsa-mu madaniyat tarafga qaragan, elingan bir kichik bir qadam edi. Ama Xi Jinping'ninki 3. qitim o'zini ko'rsatib, bu yerda ko'rsatishimi yo'q amaliyotda. Men bo'laman dedi, buni saylab chiqdi.
tünögün yana e'lon qildi. Bunun bilan Xitoy yana burunqi Çin imperiyasidan tatib boshlangan imperatorlik kontrol erkin yok bütün xalq qul bir adamning ki hakim yetiga iqtidorchiligida hukmronligida boshqarilgan bir davlat sistemasini qaytadan yana akeldi. Endi bu qurultayninki shuning uchun tarixga nihoyatda cho'ng ta'sir deydiganim shu. Çünkü bunun aldıda hemmimiz köydük. Xi Jinping'nin neçe yılınızı ipagan siyaseti, meyli Xitay virüsü olsun, meyli iqtisadi cihatta olsun, meyli Şarkı Türkistan'da Xitay'nın ipagan Uygur milli kırgınçılığı olsun, hemmisi dünyanın köz aldıda vahşi alayda bir qabul qilg'isiz, bir rahimsizlik, bir yavayilik, bir vahşilik. Lekin Xitay bununla qaramay yanımış partiya yığını içip özününki mengü padişah boluduğanga tamgını basqızıp yekşembi günü özünü yana qaytadan gerçe namıda padişah bolmagan bolsumu lekin imperatorluk şu huquqni aldı. Am qagan onun içe kirgen 5 adam 7 adam ular to'g'riliq keyinki savollar deyishayli. Men shunchalik Parat efendim xo'sh. Ma'qul. Paratga sizin fikrinizni alaylı bu haqda. Umumyüzlük bu kurultayına eçilişideki asası tarihi vaziyetini İlham İlçede Efendim de öttü. Ben tekrar kirmeyim. Bu digendek bu katımkı bu kurultayının eçilişinden burun zaten Xitay'da mı nahayet ciddi şekilde bazı davalgıçlar oldu aslında. Mesela şu Beycan'daki Hayriyen rayonu da Xitay'dan Sıtong Çağ dedik. Töt körük ağzı da bir levha esildi de hem de bu Xi Jinping'in tekrar sayılışıga narazılık bildirişi üstüde. Hatta o lozunkin ama 2 saat içinde bütün dünya takılışını aslında bu yarası da ciddi bir tayyorlikdagi oturup çıkan deb qaraydigan bo'lamdi. 2 saatning ichida bu lozunkining mazmuni yo bu haftalık video qisqa videosi bütün dünya taqaldi. Bu hakikaten bir hayacan yarattı. Aslında dikkat qilsak hozir Xitoyda bir anormal ahvol bo'lgan zaten bir qancha oydan beri. Bo'lib bu şu Covid haqida Xitoyning bu Covid'ni boshqarish şekli pek alayda bo'lib ketdi. Çünkü o'lgan odamning tayini yo'q ama oldidan Shanxay keyin tarixda yani çoğu şehirlerin hammasi bir şekilde mecburi şekilde takip etildi ve onu analiz qilganlar bu aslında Beijing'de mi boldu deymi? Beijing'de mi boldu demiş kurultaydan burulla Beijing'de mi koçağı çıktı? Ha, hiç kimde temin meydanları hiç kimde nim qilmapti, kaygızmapti. Beijing'de mi boldu? Bu asas jihatdan tarixda bo'lapmoliqi tarixda mesela qo'zg'olonlar mesela bazı inqiloblarning yuz bergan yerlarida bekrak eg'ir bo'ldi bu ishlar. Ondan keyin xalqaro bekrak munosabat bo'lgan cho'ng shaharlarda bo'ldi. Mesela Shenzhen tarafta çünkü Shenzhen hemen yeni yakında Hong Kong var. Bu Xitoylarning bu Covid hakkında ilip bağlan haddidan tashqari kontrolni aslında kurultaydan burun her qanday bir ijtimoiy portlash voqeasi bo'lmasin yani onu kontrol qilish maqsadida mi ko'zda başta analizda bo'lgan. Aşındağı ciddi kontrolga qaramay kurultaydan burun Beijing'de nəhayət ciddi şekilde bir qarşılık örgütü oldu. Kim tekrar aldı Guangdong eyaletinde tekrarlandı bu işler. Şunda bir vaziyette Xi Jinping tekrar bu kurultayını ötküzüp bazı saksılarını ötküzüp ağanın ki sırtıda yalğızı beşiğe hakimiyetine yani bugünkü Xitaylarını diye çıkaran Türkiye'de bir gap var o tek kişilik dev ordu da. Yalğız büyük bir ekipni kurudan bir grupның karakterini birazdan keyin değişimiz. Bunun da 10 yıl burun 2013 yılında Xitayning 18. kurultayı neticesinde
Hu Jintao'nun vazifesini bu Xi Jinping tapşırıp algan. Tapşırık vaqtda bu qurultayning hemen akıdan 11. aylarda 11. ayının ahırda Jungwamang yani Xitay rüyası diyen bu gayesini ilan kılgan Xi Jinping. Hem de o Xitay rüyasının aslında bir nimi var. İki kuruluk bir nimi var. Şu var. Yani 实现中华民族伟大复兴. Değil mi bu? Xitay rüyasının maksatı Xitay halkının büyük tirilişini amalga oshirish. Hatta o büyük tirilişini mi? Yani Xitay tarixi 200 yıl. Yani birincisi Xitay Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yılı bo'lgan 2021 yılı kadar birinci basqıç. Ondan keyin Xitay Xalq Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı bo'lgan 2049'a kadar ikinci basqıç. Zaten bu qatam Xi Jinping nutqida onu deb o'tdi. Biz birinci basqıçni aytib g'alabilik tugatdik deb. Bizningki bu Xitoyning bu tushi bilan bir yo'l bir belbog' projesi neticenin en çoğun qurbonlari aslında Uyg'urlar oldu. Çünkü Xitoyning yeyilish arzusu Xitoy tushi ve bu yeyilish yo'lidagi boshlang'ich birinchi qadamdagi tural qo'yal bizning Sharq Turkiston bo'lganligi uchun bu Xi Jinping o'tirib qo'ygan bu ikki cho'ng planda en çoğun qurban biz bo'ldik. Elbette beşimiz kelgan kun o gün başlamadı ama yanıdan yanı bir basqıçqa kirişi hem de Xitoyning Uyg'urlar haqidagi Uyg'urlar ustida ilib borgan assimilyasiyon ve onunki neticelerini tizletish basqıçı Moşu iki şuarlan başlagan. Mandat etken vaqtida Xi Jinping iqtidorga kelishi aslida bugünkü Uyg'urlarning toplama kamplarida ciddi şekilde yok oluşu ve ırkı kırıncılıkka kadar bağlan bu yolun başlangıcı aslında Xi Jinping'inki hakimiyet gelişinden başlagan. Hem de meselelerini bu nokta nezardan qarashqa belki de herkes bunu oylap bulamaydı ama bizden Uyg'urlar dertini tatqanımız bo'lganligimiz uchun biz sebebini izleymiz de bu 5. gün nereden geldi de. Hesap qiladigan bo'lsak şu Xi Jinping iqtidorga kelgan kundan beri Uyg'urlarning 5'deki balayapet ikinci bir yangi basqıçqa başladı. Yani yangidan başladı demedim de qarqilaylik. Zaten azap uqubat yangi bir şekil aldı. Ve ahırda bugün dünyanın qabul qilgan irqiy qirg'inchilik seviyesi kadar keldi. Hem de bu noktadan qarag'an vaqtida bu Xitoyninki bu 20. qurultayning neticeleri yanıla alaydı bir ahmiyetga ega yani Xitoy nuqtai alaydı ahmiyetga ega yani bu Xi Jinping'in tekrar hakimiyet kilishi bundan keyin taxim muhim o'zgarishlarga sebep bo'lishi mumkin. Onu belki de ikinci nimada deymiz de. Yani Xitoyning bu qatam qurultayı biraz burun Reşat efendim tarihi basqıçını deb o'tdi. Ben şu qurultaydan burunqi Xitoyning ichida bo'lgan ahvollardan aslında Xitoy Komünist Partisi bu meselede nihayet ciddi bir kontrol basqıçı yaşadı. Xitoylarning ichida aslında bana bir ko'z qarashim bor. Bu Tayvan meselesinde Xitoy milletçilerinin ko'z qarashi boshqa aslında. Tayvan zaten Xitoy memleketi. Yani biz berip avarlap жүрген ornaga mesela bo'lab Tayvan meselesini saltırıp ya qaytanim qilayli mı? Ma'qul. Tayvan meselesi ayrım bir 20 hem tashqi jihatdan hem ichki jihatdan alayda bir vaziyatda o'tkazildi. Hem neticesinde yana birazdan keyin tartışamiz. Bunun da ben bir qo'shsam, Parat efendim deganniki yana bir narsaga allomiga keldi. Bu bo'lsa-mu Xitoy 78'den keyin xuddi mende azroq tarixni selishtirishni yaxshi ko'raman. 2011 manching o'rilgandan keyin Xitoyda xeyli darajada axborot har xil darajada erkinliklar bo'ldi. Ammo Xitoyning ziyolilari kuchlik bir odamning chiqib, Xitoyni yana bir qanday deymiz, bir xil kuchlik boshqarishni talab qilganlar bo'ldi. Shuning bilan jankash chiqdi.
Sovetning yardımı bilen jiqadam Jankaysini kommunizmga qarshi deb biladi. Amaliyotda Jankaysninki Xitoyni birlikka keltirishida Sovetning roli eng chong. Sovet armiyasini, ofitserlerini hammani qoraldan tatib, birinci qadamdagi pulning hammasini Sovet chiqargan. Şuna bilan Jankays chiqdi, Xitoyni atalmış birlikka keldi. 76'dan keyin Mao Zedong o'lgandan keyin Xitoyda tadrijiy holda bo'shash bo'ldi. Bu bo'shash Xitoyning abaydegandek lingshib yo'lini topolmagan vaqti. 89'dan keyin bir qadar yig'di, ammo pul tepishga yo'l qo'ydi. Şu vaqtida Xitoyda o'zidim gap bo'ldi. Pul topsanglar, siyosatga aralashmasang, nima qilsang mayli dedi. Shuningdek bilan Hu Jintaoning 10 yilga kelgan vaqtida Xitoyda chiriklik, jamiyat, nima deymiz, axloq hamma jihatdan nihoyatda bir xil vahshiylashib mangan. Shuning uchun talon-taroj qilindi-da xalqni. Şunun bilan bu boy bilan Namratning oralig'idagi farq yuqorilab cho'ngib mangdi. Bu hangning cho'ngiyishiga ergishib, bo'libmi Mao Zedongning davrida azroq yosh vaqtini beshidan kechirganlar oshqog'inni unutib qilib, ayadagi boshqarishning kontrolining kuchligidan bir xil barobarlik, bir xil omonlikni his qildi. Çünkü Mao Zedongning vaqtida hokimning bolasimi qo'ng'iga yamaqva ishdan kiyib yuradi bizning vatandimi. Biz bilan tamiga o'xshashdi. Jamiyat omonlikqa qarasa haqiqatan bir xil bexatardek. Xitoyning siyosatiga chiqilmagan odam hammasi o'zining turmushini shu beshini egib yursa bo'laverdi. Shuning bilan bu seg'inish bilan kuchlik bir doyining chiqishini Xitoylar yana kutdi. Şununla Xi Jinping tallanıp çıktı emas, bu ümitninki küçüğü bilen bu özünü kösatdi. Bu da qitimqisi her qandaq bir adam saylap çıkarıldı, tallandı desem onunla qat'iy qarshi. Çünkü o tallanmadı yoki saylanmadı. O men bo'lma deb zo'ravonlik bilan tamg'ini bosqizib, faqat xalqni qo'rqitib, yeli balkim Hu Jintao to'g'riliq azroq so'zlashimiz. Şunda bir tehdit bilen, hatta ki burun dikkat qilgan bo'lsanglar, burun kunupki basatdi. Qo'shilamsizlar, qo'shilmamsizlar deydiganга. Bu da qitim qanday qildi? Qo'shiladiganlar qo'linglarni ko'taringlar dedi. Qo'shilmaydiganlar qo'linglarni ko'taringlar deydi. Kunupkini basqa vaqtida balkim kim bastı, kim qaysi kunupkini bastı, hamma odamning yeniga bir odamni qo'yib qo'ymasa, uqqini olmaydi. Ama qo'l ko'targan vaqtida yenimizdeki adam kim kötüydü, kim kötüymedi, o onunki kamerağı mı düşüdü? Şununla kol, o bir uçuk bisim, kol götürüş, saylam kılış, o hakka tehdit kılış arkalık, beni sayladı geldi. Şunun için, muşu Xitoydaki küçlük adamni, küçlük dahini, yaki menin gepim boyunca, uluk dahi izleş psikiksi. Xitoyda mı ba, biz Uygurlarda mı ba, ulug' dayi izlab bir ulug' chiqsa bu hammamizni qutuldurdi deydigan. Shuningki natijasi desakmi bo'ladi. Rahmat. Albatta siz degandek bu saylam biz biladigan yoki bu g'arb dunyosiningki saylamiga o'xshamaydi albatta. O besim bilan baldırlı belgilab bo'lgan shu. Kim saylandi, kimlar chiqib ketdi. Hu Jintaoni orundan koltuğundan götürüp açıp içinin özümü belki yerdeki bazı bir neslerin aldığını eliş için buluşu mümkün. Ama bu yeni daimi hayat kurulup çıktı. 7 kişinin terkip taptığı değil mi? Bunlarınki bazıları almıştı. Köpüncüsü o Xi Jinping'inki yakın dostlarımış anlaşımızca. Bu yeni daimi hayatınki karakteri kandak sizce? Sizlerce. Ferhat siz bilen devamlaştırayım. Ferhat. Hem de Xi Jinping özüme pek çok okulamagan bir adam. Bugün hem de Xitay bulapmı Xitaylarının çok narazılık karga vaxtıda. Bu kıtın bu rehberlik grupsideki yetkilerinin içinde resmi emmeden kabul kılgan bu üniversite bitegeller yok ki köpüncüsü şu. Bazısı birisi iyicilik mektebini tüketken. Yani birisi yani bir
analizini bu grup bir nayınınki rehberlik grupçilik bir seviyeyle oldu da qaraydı ekan. Ama bundan da birinci alayliki bir bayatın nime ben de ötkendek Bu Xi Jinping'e sadakat olan kişiler mi bular endi? Xi Jinping bu işe nayet hazırlandı aslında, cık tayyorluk kıldı. Mesela özüge karşı biraz itibar boğan rakip bolalaydigan insanlar aslında birden emelden kaldırıp bu yoluna çıkıp başlagan. Bu ta 2012 yılı hakimiyet kelgen vaqtida Xi Jinping'in en çok rakibi Boşile'ydi. Çünkü hem Umo Boybo'nun oğlu artık seviyesi Xi Jinping'den yukarı. Yani Xitaylar fondu dep koydan bir salapet deymiz. Salapet cihetdi bu Xi Jinping'in yaxşı oğalık için birinci kıgaşı Boşile'nin turmu attı bu. 2014 yılında. Onun denkin bu sakçı başlıklarını devamlılık özgertip özüge en yakın adamlarını keltirdi. En ahırıstaki 3. basıştıkı karşı askerden ait ordu deyimiz. Askeri harbi kısımlarda tazlık kılıp elip vardı. Hatta bu kıtım bu aldığımız günlerde devlet muavin reisi bulduğalardan birisi herhalde asker kökeninden kilgan birisi buldu. Onu hayvan meselesinde takım ciddi, takım kararlılık bir şekilde oturuğa bir siyaset koyduğallıqının ispat edip qaraydık ya. Birisi hem de Xi Jinping özünü bu mevkide tekrar kiliş için nayet ciddi şekilde bir tazlık elip vardı ve en ahırda degendek bu konup basılgan işten bitirip koy başı hemmeden gözü karap durup besin bilen bu neticini çıkardı. Hem de Omuz etkanda mesela Li Keqiang herhalde benim bilişimce Çinhua daha şöyle tügen bir kişiydi. Hem ekonomist. Yani o ayarda, o seviyede hiç kim yok hazır bu 7 kişinin içinde. Köpüncüsü bu medet enklavda tekrar kayıt terbiye için yazılar düşken yaşlarının arasıdan yani. Bulap mı şu Cacan etrafında şu yazılarda birleşigen yaşlarını toplağanlığı deme bir yerde nime özünün gipine ötüzeleydiğen fakatla bunun gılıkı karşı fikir koyanmaydiğen bir grup orlanıp kılgan bu teşkil kılgan yani layakat emes de sadakat yani şartsız kayıtsız sadakatli kösülen bir grupna oturup koygan. Elbette bunda bir müstebit bir hakimiyetninki Xitay'daki çoğun nüfuska ege bir devlette qanchalik natija elip bardığanlığı ait meçhul. Ama enik olan bir narsa şu. Demek ki bunun deken Xitaylarning bütün bu siyaseti mesela dünya bilan tam tertürge bir siyaset elip bardığanlığı enik. Çünkü buların demokrasi bilen yoki bo'lmasa insan hakları bilan taxım alakası yok haklar bu. Hazırki şekilde qaraganda şu Xi Jinping'in tamamen özünün gipini ökseleydiğen sadakatini resmi ispat kılgan kişilerden terkip tapkan bir rehberlik grubu değişik oldu. Rahmet. Ben hem de davamlaştırsam. Merhamet. Xi Jinping bu da tallap çıkar demi. Şepkisine gel dese kallısını birle koşup ekildiğallarını tayllap çıktı. Xi Jinping'ninki adette küçlük yoki ulug' dayilarninki ba'zilarning gapi bo'yicha elib etgan vaqtida yaxshi ko'rdigan odamlari birinchi sadoqat, ikkinchi shakisnaka desa qag'inni o'zi tushunib kallasini makilalaydigan odamlar. Bular bu diktatör için nayt muhim. Onun ikinci kadem qarsam, voy bu komünistning tarixidagi yangilik oldu o bu deydi. Bu yangilik emas. Mao Zedongning vaqtida Chenyongga deb Dazaydan chiqqan bir löngini beshiga yogab o'tagan adam zongli bo'lib, bosh minister, muavin bosh minister bo'lib, 10 yilga yaqin shu o'tagan shu siyosiy bürosining ichida. Undan keyin Shanghayninki bir paxta rax zavodininki qo'g'dash bo'limining mudiri bo'lgan Wang Hongwen degan Xitoy, u maktab o'qimagan. U muavin rais bo'lgan.
Asildeki planı boyunca Mao Zedong'un teki izbasarı bulmakçı tayinlengen adamның birisi. Onundan başka yana cıkla boğan manda diye vaxtıda. Komünistinin kuruluşunun ta ahırgıça Mao Zedong'un davrdakileri sabdaşlarının Ali mektepte okuganlarının tayini yok. Meyli Deng Xiaoping bolsun, meyli Zhou Enlai bolsun, bular Germaniyaga, Fransiyaga bağan bolsun mu? Tüzük işimi tapanmay, Sovyetning bergen pulu bilen u yerda Marksizm ögünüp ketip qalganlar. Mao Zedong özü onu nayt bilimlik deb bilishi mümkün jıqla. Xitayning shu tangda o'qiganligidan she'rni balkim yaxshi yozdi, ama uning o'qig'ini Changsha Span. Manda degan vaqtida bugungi kunda Xi Jinping tanlagan birinchi bosh ministr bo'lmoqchi bo'lgan Li Chang degan odam shu bir yezigilik o'tir texnikumni o'qibdi. Mao Zedongning o'qigan shu Changsha Span shu o'tir texnikum. İkisining cho'ng farqi yo'q. Demak, Komünist Partisi gerçi 100 yılga yaqin tarixini boshqan bo'lsa-mu, yana o'xshashlar. Bu yerdagi bir negizli yeri nima degan vaqtida Xitoy madaniyat tarixida ziyoli bilimga qarshi kuch doim ustunlikni egallab kelgan. Xi Jinping o'zi boshlang'ichini bitgan. Uning doktorligi Tsinghua universiteti deyman. Yezigilikni o'qig'ini kirib, qonundan doktorlik unvoni olib chiqqan odam bu. Qanda olup yezigilikni o'qib, qonundan doktorlik oladi, hamda buni shu Xitoy o'zi tushuntira oladi, boshqa dunyoda hech kim tushunolmaydi. Bunda bir odam bu o'ziga hamda marketing qisida, mana degan vaqtida Xi Jinping faqat shu o'ziga sadoqat, shapkisini oldi, kallisini keladigan Chinchango'ga o'xshash g'alchilarni o'zining yeniga yig'di. Xuddi Mao Zedong shu vaqtida Wang Hongwen deydi, Chen Yongui deydi. Biz agar ashularninki azroq tarixini ba'zilar o'qib baqqan bo'lsa, qaytib qarasa, Chen Yongui, Wang Hongwenlar ta o'lib qolguncha Mao Zedong ulug' degan. Hozirgi bularmi meningcha shunda deb o'lib ketishi mumkin. Bu yerda Abay Parat apandim degan Li Keqiang deydi, u bular deydi. Bularda nima deganda ozdur ko'pdir bir sistemlik muarif ko'rgan bo'lgandan keyin bularda shapkisini akal desa, kallisini akilidi. Amma lekin ikkilanib akilidi. Masalan, men yaqinda nemislarninki shu Yahudi milliy qirg'inchiligining shu tarixining jarayonini bir Yahudining yozgan kitobini o'qib hamda tugtay deb qoldim. Şunun işçidimi yazılışıda Yahudilarning qirg'inchilik qilib qolganda nemislarning orasida Frank Hans deydi, yani bir necha Nazilarninki qonun o'qigan advokat, Yevropada shu vaqt azroq tonilganlar bor. Bularga Hitler buyruq tushsa, har qitim bular mayiri qonunga tushmadi, buni qanday qilsak bo'lar, u bu deb fikr berdi-ki. Hitler qat'iy oxirsida deydi-ki, bu qonun o'rgangan ziyoli hammasi qarqamaydi deb. Nima uchun degan vaqtida bular qilmaydi emas, qiladi. Ammo ikkilanib, izchil aloqa o'xshash, shapkisini akadisi, balkim shapkisini akiladi, beshig bilan noqib qo'yib, ammo kallini billa akamaydi. Diktatorga shapka degan vaqtda kallini akilish kerak. Shuningga bu yerdagi Xi Jinpingning tanlagan bu odamlari alt adimi, meningcha ularningki o'qish saviyasiga u buga bakarak esilib olish, u nuqtadan analiz qilish shaxsan men bak nim qilib ketmayman. Chunki bu yerda bular bu hokimiyat tanlayotgani naq shu shapkisini akadis kallisini keldirgan odamlar. Bu odamlar xuddi bugun Chinchango'ni Xi Jinping tashladi. Shaxsan men Xi Jinpingni bunda tashlaydi deb o'ylamagan. Buni men xatolashdim. Mening analizimda balkim Xi Jinping Chinchango'ni yani shiltidi degan. Ammo lekin qarsam 25 odamlik 24 oldu. Siyasi byurosininki a'zoligini kirgizmabdi. Demak, bu Mao Zedongga o'xshash vakshi. Nima uchun Mao Zedongga o'xshash vakshi deyman deganda, madaniyat inqilobi boshlangan vaqtida Xitoyninki saqchi ministrining bosh ministri bo'lgan Lorichin degan bir Xitoy bor. Yangandan tartib Mao Zedongninki kaltigi. Ur deganni urib, o'lta deganni o'ltagan. Ammo madaniyat inqilobida birinchi binodan tushib, yagi yiqilib tushib, o'lib olma deb.
o nemige çidimay kıynaşka. Binadan sakirge vaxtıda putsunup Mao Zedong'u berip dige vaxtıda poxga u depti. Özünü öldüremepti o degen. Nima degan vaxtıda buni misal keltirishim Xitoy hokimiyat ishchiligi yoki saroy ishchiligi bu ko'rishida har doim diktator kuchliklari izlaydigini kallasına keldigan bundalarni izlaydi. Bular ishiltidi. Axirsi kelgan vaqtida xuddi qo'nirgan paytimni tashlagandek yoki inglizcha bo'yicha o'birneni suv bilan flash qilganga o'xshash tashlagan vaqtida man ikkilanmay ularni suvdan tushirib yetadi. Bu da qitim Xi Jinpingning tanlagan odamlari naq shu rolni o'ylaydigan odamlar. Shuningga ular masalan bir nechisi bor buning ichida. Li Chang degani Shanxayni naq shu necha kun bir oyda qamab qo'yib, butun Shanxayning ziyoli deydi u bularni qaqshatganlar. Chet elda ta'sirvorlarni qaqshatgan. Nima uchun Xi Jinping yaxshi ko'rdi? Xitoy an'anasidagi bilimlik, ziyoli buningga qarshi bu kishiningki yana bir qitim ustunlikni egalligi. Mana degan vaqtida Xitoyda madaniyat inqilobida kaynida buni Mao Zedong qutuldirib qelish uchun Jiangqinga atib qo'ydi. Chishiyue doyue fandong degan bir shuari batdi. Bilim jiqo'gan siri bu odam aksli inqilobchi bo'ladi deydi. Chunki bilim bu odam tafakkur qila oladi. O'z oldiga fikr yurgiza oladi. Ba'zi ishlarni qilgan vaqtida 3 o'ylab bir kas deymiz biz Uyg'urlar. O'ylab uningdan keyin qadam oladi. Bilimsizchi shapkisini keldi desa kallasini keldi. Shuning uchun Xi Jinping bularni tanladi. Bu mening yakunim. Shuning uchun hamda buningki oqibati odamni qo'rqitadigan bir xil ahvol. Ham buni keyindagi savollar bilan qo'shib yana tushuntiraylik. Rahmat. Rahmat. Hamda haqiqatan bu atrofiga to'plagan hamda shapkisanga desa 5 keldiganlar hamda lökçek mijozda haqiqatan Uyg'urga texmo qo'rqinchliq yoki dunyoga bir tahdid deb o'ylayman. Yana bir jihatdan siz Mao'ning Mao Zedong'dan eşlik etadigan vahşi dediniz. Bu Xi Jinping'ning nemisidan qaraganda, tarixidan qaraganda dadısını Mao Zedong türmege tashlaganki. Bu Xi Jinping'ning sürgünge evetkenki. Haqiqatan Mao Zedong izidan ketyaptamdı yoki buning Mao Zedong'a qarshi nemisi bormi? Onun Mao Zedong'a qarshi nima deymiz hamda uni texmi onundan eşip ketish, onun bilan musobaqa qilish, onundan eşip ketish, mayli vahşilikda bo'lsin, mayli texmo diktatörlük, faşizmde bo'lsin, mushtarpimi bormi? Ba, Mao Zedong'ninki izini qarab mengyotidi. Agar buni biz aldın qitim Kompartiyasining 100 yilligini tabriklagan vaqtida Xi Jinping so'z qildi Tiananmen maydonida. Kiygan kiyimiga qarab yiqinglar. Qanday kiyim kiydi? 76'dan keyin Xitoyning rahbarlari hammasi galastuk kostyum burulki kiyatdi. Xi Jinping mi ko'pincha vaqtida kostyum burulki kiydi. Ammo shu kuni Mao Zedong doim kiydigan rangdagi yana Xitoycha Zhongsanjuang deydigan shu kiyimni kiyib shu yerda so'z qildi. Bu nemidan signal beryapti deganda Mao Zedong'ninki davri qaytib keldi. Bu yerda hamda buningki bir necha ma'nosi bor. Birinchidan Mao Zedong'a bu to'g'ri Mao Zedong'ning dadisini palgan, tasqagan o'ltirib qo'ygani. Xi Jinping hatta bir kuni kashligi uyiga solab qo'ygan edi, qechib kelgan vaqtida o'zining apsi telefon qilib, o o'qituvchilarga o'g'lim qechib kelibdi deb tutib bergan. Lekin Xi Jinping hozirgacha Mao Zedong'ni ulug'lab, Mao Zedong'ning yo'lida mengyotdi. Nima uchun deganda, bu yerda buningki varislik qilish, buningga davomlashtirish, bu tarixni, kompartiyani davomlashtirish uchun, bu chapanni kiyib menish uchun Xitoylar, Marksizm partiya, kompartiyaning chapanini.
Bu virüskin davamlaştırmadayken Mao Zedong'u inkar kılış imkaniyeti yok. Çünkü Mao Zedong'u inkar kıldı, bu partiyemi inkar buludu. Bu örülüp düşüdü. Manda diye vaxtıda bu bir bina olsa Mao Zedong bu binanınki ulu. Bir kısmı, ulunun bir kısmı. Bunu inkar kıldı, bu binanı örüş gerek. Örge vaxtıda Xi Jinping mi bu binanın istedi. Özümü örüldü. Şunun için bu herkes bunu örmeydi. Bu örmeydi de. Örmesdiki maksat özününki hukukun davamlaştırış. Bu viviska arkalık manda diye vaxtıda Xitay ananesideki padişahlık tüzümünü məngü davamlaştırış. Yani Xitay'nın atalmış Xitay'nın ki abi Parat efendim dedi. Qaytı güllünüş. Qaytı güllünüş degen neymi degen gap. Qaytı güllünüş degen özler tokup çıkkan tarihtiki naiti küçlük vakti. Bunun da yana yakınki zaman tarihçiler ve siyasi tadqiqatçılarının iki ufkumu var. İngilizce Politics of Inevitability. Yani birisi Politics of Eternity. Aldın ketim azrak dedim o değil mi? Mukarrer terakkiyatı məngülügi tarihninki. Mukarrer terakkiyatı digini tarih pekiraydı. Buron biz güllengen, zayıflaştık ama yanı güllenimiz. Yani birisi atı çokum, bugündün yaxşı. At koyaşıl çıkırken aptap bugündün ısık oludu. Kişinin kendi çokum yaz oludu. Deydiğen makıl idiye. Xi Jinping'ninki bir yerdeki kaytı güllendirimiz digini ameliyatta tarih yana özlerinin davagan gepi boyunca Han sulalısınınki en güçlengen vakti, Han Wudi degenden vakti, Tang sulalısının devri, yani Manchung'ның vaktideki Kangxi, Qianlong padişahsının devirleri, gerçi ulanı kul kılıp işletken bosmu Xitayni, ama onu özününki tarihi kıvalıdı. Şulanı deydi, bu komünistim digini, bu bir viviska. Xuddi demokratiyani işletkendek. Hazır bütün dünyada hiç kim demokratiyadan karşı çıkmaydı. Hem adam deydi demokratiya. Biz en demokratiya deydi. Şimali Kore'ye mi özünün ismini Çavuşen Minjujuyi Remingonhu koy. Yani Çavuşen demokratiya Demokrat Halk Cumhuriyeti. Halk Cumhuriyeti. Şununla okşay. Şununla Xi Jinping Mao Zedong'a karşı çıkmaydı. Bir yerde bek kızık yeri yani bir Xitay var. Mesela Liu Shaoqi'nin oğlu Liu Yuan degen. Liu Yuan'ın dadısı Liu Shaoqi'ni hem de hemimiz bilimiz. Ahirisi ölge vaxtıda özünün ismini mi işletmegen. Dümbüleri sisip, çirip, kurutlap ölgen bu adam. Kina verip, kiyimini almaştırdığı adam yok. Ahirisi şu dümbüsü karvatta öğrelenmegen ki dümbü onda yetip, dümbüsü çirip, kurutlap ölgen ki. Şunda kinap öltegen Mao Zedong onun dadısını. Lekin Liu Yuan berip çıkıp ettim. Mao Zedong'un heykelige tazım kılıp bu bizning daimiz dedi. Manda degan vaqtda dadısını öltegenni onunla başvurdu. Bu demeklik nima uchun deganda hokimiyat, pul, hukuk, manfaat bunu davamlashish kerak. Shuning uchun bular onunla qarshi chiqmaydi. Bu viviskini davamlaştırdı. Rahmet. Bu ideologiyalik təşviqatına ait eğrilik mıngını juyup, mesela Medeni Cloud'ımı okuyucularına, okutkuculara karşı, ballarını atanısı karşı aşındak kılıp yetiştirgen bir nesil bağımdı. Şuna o atanısının ne boluşunun kat'i nazar böyle mutlak itaatini talep kılgandaki bu rejim. Şu yerden bu ballamı atansını kandak boluşunu hesaplaşmay partiye sadık bulup yetişidiğen gepkende. Ama sizin degininizdek partiye Xi Jinping için bir nime kalkan özünki mengölük o taxt keliş üçün tirişivadı da hazır kanunum özgertti. Şunun için bir kalkan dediniz. Ama Xi Jinping bu qitimki nutqıda Tayvan'ı çokum kaytırıp keldiğanlığı vatanının koynuğa şununla vədi kıldı. Bu emdi mümkün mü? Tayvan'ı eğer kaytırıp kelimen deyse dünyada bir uruş boluşu mümkün mü? Ferhat Kasıd'ın başlayılı.
Ben bu sualga cevap berişten burun İlşat Efendim bilen okşaş göz karashda bolganlygymyzy hatırlatyş üçin bir narsa koşup koyay. Degендek Medet enqilabda Mao Zedong özüniň ýakyn sepdaşlaryny itibary biraz jemgyýetde itibar tapgan sepdaşlaryny bir şekilde her xil kalpaklaryny keýgizip ýokatgan. Bularnyň içinde birisi şu Xi Jinping bardy. Onun üçün Mao Zedong belki de Xi Jinping belki de Mao Zedong'u yaxşı görmeydi ama hayatın değişkendek o Mao Zedong'unki kullanılan usullarını okşaş kullanıyor. Metot. Yani çünkü tarihte hiç olmasa bu hakimiyetini kol tutuşundan uzun müddet kılışındaki yollarını Mao Zedong'dan ügülüş gereklikini eskigen boluşu mümkün. Onun için çoğunluğu da Mao Zedong'u yaxşı görmüşsün ama onun metotlarını işletiş için elbette onu bayrak kılıp tutkan boluşu mümkün. Mesela bayatın İlşat Efendi dedi bu Xitay Kompartisi'nin kuruluşunun 100. yılında Tiananmen Meydanı'ndaki bu Zhongshanfu yani Sun Yat-sen kiyimi bilen görüngenlik gibi. Onu demek okşaş ta'liq qildik. Ben kitabın başında resim bilen billa ta'liq qilgandim şu vaqt bana. Moşun demekçi. Moşun demekçi. Demek ki İlşat Efendi bilen bizdeki meselelerge qaraş nokta nazarımızın pek okşayır eken de şonu hatırlatıp koy dedim. Hem de hayvan meselesi de Xi Jinping zaten hılı oldu bu meselede. Bu kadın jığındı mı halkaralık vaziyetteki en çoğun konu tema Tayvan'ı eğer ihtiyaç olsa kurallık inkılap bilen karşı yandırıp aldığını bile dedemdi. Aslında bu meselede Xi Jinping'ninki göz karşı hakiki Xitay milliyetçiliğinden göz karşılar okşamaydı. Mesela bu ötken yıl 12. ayda kollanıp etken Liu Yazhou dep bir analizci vardı. Aslında her burayın teorisini yazgıçısı. O da onun göz karşı Tayvan zaten Xitay'daydı o. Biz onu berip besivazak nem boptu, özü mustakil olsun nem boptu. Çünkü Xitay hiçbir zaman bizden kaçıp birek bağmaydı. Ona okşay aynen diyen gibi. Ama Tibet bilen bu Şinjanlıklar biz bilen bir millet emez. Eğer uladı bir davalgıç olup kolumuzdan çıkıp kalsa tekrar alamayız, yandırıp alamayız. Onun için biz Tayvan bilen yetişine ağaç yok. Şu garip tarafta Tibet bilen Şarkı Türkistan'ı çıkan tutuşumuz gerekti. Gerçi bu gapni 2010'da kıygan ama halen Xitay milliyetçileri Tayvan bilen yetişini pek doğru görmeydi. Çünkü hem zaten özümüzün halkı. Sokağa şurası öldüğün işkili tarafından öldüğün Xitay. Enadinkin belki bir munca halkaralık ziyetlerge yol açıdıken onu ornağa biz bunu eğer çıkışı bazı aynen digenim şu Tayvan mustakil olsun boptu Birleşken Devletler Teşkilatı'da 2 tane Xitay bayrağı olsun boptu diyenler mi bak? Ama bu Xi Jinping'in göz karşı elbette bunu Tayvan'ı vatan koyuna kaytırıp geliş şuarı bilen belki de Xitay'daki köpünçe Xitay'ın angalıkı yani cahil bir kalmak bir kesimninki özgü boğan işçilerini az şekilde tikleşini doğru kelgen boluşu mümkün. Hem de hakikaten Tayvan bilen mücadele kirmesi ama bence o biraz tartışılır. Eğer Hindistan tarafta yani olmasa bu Xitay'ın bu Canup Deniz tarafında başka bir olup kalsa belki de Tayvan'ı pek aldırıp olması mümkün. Çünkü Xitaylarda bir nemi var. Alaka G'arbdan şap örüp şimalga hücum qilish dep bir taktik var. Bence Tayvan meselesi davashning sebebi aslında el altıda bular qo'lastida qilayotgan bu Hindiston taraflarini mustahkam qilmoqchi diqqatni Tayvanga yo'tkab turmoqchi bence. Çünkü Tayvan bence hozir davomli Tayvan deb turib bütün dünyanın diqqatini yo'qab qo'ygan bilan diqqat qilgan bizning vujud orqali hozir bular Hindiston tarafini hem bazen yaxshi gap bilan bazen emri hareket bilan kontrol qilish oladi. Ben bunu açta qaravatdim ben. Yani Tayvan hücum qilish Xitoy uchun bek cho'ng bir ahamiyat va bir narsa bo'lishini ishonaman. Çünkü Türkiye bilan Kıbrıs meselesiga o'xshash bir narsa. Türkiye her zaman Kıbrıs'ı dünya tonusun deydi. Düşünüyor musun?
Birleşmiş Teşkilat'ta bir kayıtan Türk bayrağı olsun dep karaydı. Xitayning milletçileri bayta göz karashlar bar. Bunun için Tayvan meselesini bular fakatla şu arqılıp işleyotgandek keldi bana. Dünyani diqqatlaştırıp Lekin Tayvan bilan Xitoy ikki partiya emasmi? O partiyada tarixda ikki urushdi, ikki urush mezgilida bir-birini yo'q qilishga tirishdi. Shuningdan balki butunlay kommunist ideyasi bilan milli Hong Kongga menfaat. o'xshash shundoq bo'lishi kerak deb o'ylashi mumkinmi acaba? Ama Tayvan zaten 90. yılı bulaylığı işine etkendiken Xitay'ın sanatçıları asas cetin Tayvan'dan geldi. Xitay'ın bu Shenzhen, Guangdong taraftaki sanatçılar, Hong Kong olan Tayvan'ın sanatçıları etti yani iş adamları. Kızıl Xitay'ın ki iktisadi terakkiyatı da en çok töhp soğaya Tayvan. Demek ki bu nemini gösterdi. Bularının geliki milli menfaat cihetten bir dokunuş yok. Ama siyasi menfaat cihetten dokunuş dep qarasa o başka mesele. Bu cihetde mening azroq Farhat efendi bilan farq bo'lib qoldi endi. To'g'ri, ha, yo'q, yaxshi. Xi Jinping budak so'zda mening diqqat qilganim shu Tayvan to'g'riliq o'zgarish va so'zda. 祖国一定要统一deb bo'lib, keyinida 一定要nima? 要实现祖国统一的不落，onun kendisi 一定要统一dedi. Çokum birlik gelişi lazım dedi. Bu burundan tatip Xitayning rahbarlari Xi Jinping mushu qitimning oldigacha so'zda har qitim biz tinchlik bilan Tayvanni birlikka keltirishga tirishimiz. Yana 和平统一台湾是我们的主要目标deb shunda deb kelayotgan. Ammo bu daqitim bu ton o'zgardi. Ham bu yerda Xi Jinping abayman deganga o'xshash, meningcha buni oldi-keyinni qarab. Xi Jinping bosh sekretarlikka chiqishdan burun hamma jihatdan Hu Jintaoning davridan vaqtlargacha, oxirigacha ma'lum darajada har bir o'lkalari Xitoyninki ma'lum darajada o'z oldiga iqtisodiy siyosatlarni belgilaydigan, hatto Hu Jintaoning buyrug'i Zhongnanhaydan Xitoyning sarayidan chiqmaydigan holatda keldi deb har xil gaplar chiqdi. Shuning uchun Xi Jinping chiqqandan keyin bu yana Xitoylarning kutgan kuchlik rahbari chiqqandan keyin qilgan ishi nima degan vaqtida birinchi bizning vatan milliy qirg'inchilik. Maqsad nima? Biz Xitoyning Yamanda degan vaqtida xalqining ichiga akirib bo'lgan Tibet, Uyg'ur, Mongol bu üstümün. Yana Xitoyning xalqisining ichida. Ammo Tibet bilan Uyg'ur to'xtamay xalqarada vaqirab, ovozini teshig'i chiqara olgan. Hong Kong bu xalqining teshidikisi. Tayvan uningdimi ijro qarag'i. Shuning uchun Xi Jinpingning oldi bilan qilgani nima deganda bizni ujuqtirish, ovozimizni chiqaramaydigan qilish. Tibetliklarning ovozini chiqaramaydigan. Uningdan keyin Hong Kongni xalqining ichiga qadamma-qadam kirgizib, oxirisi bugungi kunda unimi yanchug'ining ichiga sep bo'ldi. Endi qilib qolgani nima deganda Tayvan. Farhat efendim deydi, ishkilisi o'xshash deydi, o'xshamaydi. Agar Tayvan bilan Xitoy o'xshaydi desak, bu vaqtida xatolashimiz. Farhat efendim endi Tayvanga bordim-u, esimda yo'q, bordim degandek qilgan. Tayvanda Tayvanliklarning yaqinqi statistikada biz Tayvanlik Xitoy emas deydigan 60%dan yuqori. Agar biz Tayvanni Xitoy bilan o'xshash desak, Yaponning madaniyati Farhat efendim Yaponiyada turgan jihyalari Xitoyningki qadimiy an'anaviy madaniyatidan kelgan. Ularni bir nemadiki. Ama Yaponiya jirag'ara qo'yib qolsa Singapur. Singapur Xitoy. Ama bir 2 ayning oldida Singapurning bosh ministri Wu Zedongning so'zlagan so'zi bor. Nima deydi? Biz Jungolik emas, biz Singapurlik deydi. Ma'u bizning vatanimiz. Biz Jungolik emas. Xalqim o'zinglarni Jungolik deb jumanglar. Sizlar Singapurlik dedi. Xitoycha davatidi shu gapni.
İngilizce emas. Endi bu yerda yana birisi Rus bilan Ukrainalik. Memde Ukraynalıklarla aralış bakmagan. Tarat efendim size Türkiye'de hazır cık ulatayın. İkisininki Rus medeniyeti yoki Rus bu milleti qayerdan taraqqiy qilgan desa, ben yaqinda onun qiziqib o'qidim. Kiyevdan boshlangan. Kiyevdan taraqqiy qilib Moskva, undan keyin Pittsburgh bu taraflarga. Mana degan vaqtida Ukrainaning hozirgi yeri Rusning kelib chiqish manbasi. Ama hozir ikkisi qon bo'lib so'qishyapti. Nima uchun? Ukrainaliklar biz ayrim deydi. Biz bir millat deydi. Tayvanliklar shunga qarab mangdi. Hozir hatta Tayvanda Gomindangni tajovuzchi qashqon bular kelib, musafir bo'lib kelib, bizni bostirib, bizning vatanimizni egallab oldi deydi. Shunga bu yerda bu birisi. Menimcha Tayvanlikni Xitoy deb qarashdan azroq inch keraknim qilsak deydiğinim. Bu birisi. Hem ikincisi Hindistan'ın a tarafını mı ya Tayvan'ı mı Xi Jinping degan vaqtida Xi Jinping'ning maqsadi bu Xi Jinping'ning mangu dayi bo'lishi bilan munosabatlik. Mao Zedong'dan ishib ketmadiydi Xi Jinping cho'qim Tayvanni ilish kerak. Shu vaqtida Xitoyning atalmış 100 yillik eng gullangan vaqti bu asliga keladi. Xitoyning tushidiki gullangan vaqti uningki asliga keladi. Xitoy tushi amalga oshdi. Amalga oshdi. Endi Xitoylar amaldorlari uchun Xitoyning fuqarosi bilan munosabatsiz. Ularningki qarvasqan kuni, hamma boshqalarning qarvasqan kuni. Tayvanliklarning qarvasqan kuni bo'ladi. Endi agar Tayvanni Xitoy ip bo'lsa, qanday bo'ladi degan vaqtida Amerika Osiyodan chekinish majburlanadi. Tayvan qo'ldan ketdi Amerika uchun. Filipin, Yaponiya o hammasi qo'ldan ketdi. Chunki Tayvanni ip bo'lgan Xitoy Janubiy dengiz Xitoyninki aqi ho'ylisi bo'ladi. Xuddi Rom imperiyasi, keyingi Osmanlı imperiyasi O'rta dengizga o'xshash, Mediterranean dengiziga o'xshash, ularning aqi ho'ylisi yoki ho'lisidagi ko'l bo'lib qolganga o'xshash, bu Xitoyning aqi ho'lisidagi ko'l bo'lib qoladi. O vaqtida Hindistonga Xitoy askar chiqamay, ya bizning desa Hindiston hojam sillininki deb berishga majbur bo'ldi. Shuning uchun Xi Jinping urushga tayyorlik qilyapti. Qig'ini xeyli bo'ldi. Buni Amerikadagi masalan ba'zi think tanklar, ba'zi harbiy amaldorlar, tadqiqotchilar hammasi davatidi. Bu yaqinda bo'libmi? Xitoy Amerikaga taqabul turish uchun, Tayvanni ilish uchun tayyorlik qilayotganiga 10 yildan oshgan. Amerikachi deganda tayyorlik qilishni boshlaganiga endi 3-4 yil bo'ldi. Amerika iqtisodiy jihatdan, fan texnik jihatdan, qurol yarog' jihatdan, harbiy texnik jihatdan Xitoydan mutlaq ustunlikni egallaydi. Ammo men kuchlik deb düşmanning qayerligini bilmay qolsangiz, siz kuchlik bo'lsangizmi, ko'z kelmagan putqichomoq deymiz. Bizning Uyg'urning gapi bor. Bu Xitoy hozir butun tayyorlik bilan gukrab kelyapti. Shuningga Amerika hozir aldiraq butun vujudi bilan aql so'rashni bu urushning bo'lishining Xitoyni qo'rqitish orqali aql so'rayapti. Aql so'rashga maqsad nima? Tayyorlikni puxta qilib olish. Urushdan qochma emas. Amerika biladi. Bu urush cho'qim bo'ladi. Endi hozir Xi Jinping oldin ketim masalan Pelosi xonimning Tayvanga borgan vaqtida butunlay aql chekindi bular. O'zining tukagan tukurgini jutdi, nayti osal ahvolda qoldi. Shuningga Amerikaning harbiy olimlari bir kun birisi dedi, endi uchun olish mumkin Xitoy. Hattoki yil oxirisi Tayvanga hujum qilishi mumkin deyapti. Ba'zilar deydi, yana bir necha yildan keyin deydi. Bu yerda yana bir nima bor? Bu Thucydides trap deydi inglizcha. Grekning bir mashhur tarixchisi bor. Peloponnesiya urushini yozgan. Hozirgi ba'zi yerlari shu Turkiyaning ichiga kirib ketdi. Bu odamningki
Muşu siyasi stratejiye kaldırgan en çok tökpisi yeniden yetilip çıkan zoravan üstedeki dünyanı soravatkan zoravan bilen çokum onunla şıltın atıdı. Bunu kanda almışış, köpüncü vakti da uruş bilen almışıdı deydi. Mesela Rom imperiyasının vaktida Paris imperiyası bilen uruşkan. Rim imperiyası yenip çıktı. Rim imperiyası şu vaktdaki hazır Tunisiyanın orunda Katayki deydigan yani bir imperiya olgan. Onu mu örüp düşerdi. Ahirisi ulatkandan keyin Rim imperiyası bütün dünyanı soğurdu. Hem de bildiğin şu vaktdaki Avrupa dünyasını. İkinci Dünya Uruşu'nun aldıda bir neçe imperiya vardı. Angliya şularning ichidagi eng kuchli gitti. Xalqaro savdo hamma nimani shu bekitdi. İkinci Dünya Urushidan keyin Angliya tinchlik bilan bu xo'jadorlikni Amerikaga o'tkazib berdi. Chunki bular bir tilda so'zlaydi, bir sistema, hamda cho'ng nimasi yo'q yeri bir sistema, hammasi demokratiya. Ammo Xitoy bilan Amerika bir sistemada emas, bir madaniyatda emas, bir e'tiqodda emas, bir ko'z qarashda emas. Hech qanday bir narsa birligi yo'q. Emas. Shuning uchun Xitoy Amerikaning o'rniga xo'jadorlik qilma deydigan bu niyatini amalga oshirdi-ki, Amerika bilan cho'qim to'qinish yuz berdi. Bu oldi bilan rayon xarakterlik xo'ja bo'lma deydi. Susidiyetning ko'z qarashi bo'yicha, nazariyasi bo'yicha. O deganlik Osiyoning xo'jasi bo'lma deydi. Osiyoning xo'jasi qanday bo'ladi? Tayvannaga vaqtida. Hindistonningki o Arnucharbon degan bir shtatni uni elishi bilan Osiyoning xo'jasi bo'lolmaydi. Faqat Hindistonni qo'rqita oladi. Ammo Tayvannaga vaqtida Xitoy Janubiy dengiz bu atrofidagi hatto Vyetnam, Filippin hammasi Janubiy dengizni talishishdan voz kechdi. Chunki u Tayvanni olsa Xitoy o yerda uningki kuchi alohida kuchlanib ketadi. İqtisadi cihettin, strateji cihettin, hamma cihettin güçlənib ketdi. Bu dünyanı qo'rqitdi. Shuningga Amerika bütün vücudu bilan tayyorlik qilyapti. Alanmaydi. Hamda bu Uyg'urga bevosita bizga chetildi bu oxirgisi. Uni kayniga qo'yib qo'yaylik. Xo'sh. Ben mayada bir izahat verip koyay. Ben Tayvan'ga 94-yılda bağlan. Ma'qul. Tayvan'ga 94-yılda bağlan. Manda bir narsani o izalab qo'yish kerak. Tayvan'daki Mao Zedong hükümetinden keyin Tayvanliklar o'zining irodasini ifodalash uchun pasportning ustidagi Zhonghua Minguo degan gapning inglizcasini o'chirib o'tib Tayvan pasport deb yozdi. Bunu ben bilemem. 2021'den başladı, uzun devam kıldı. Hatta köpüncü kişiler artık yeni pasportta Hazırca turuptu Zhonghua Minguo ama İngilizce'de Chinese Republic nimesi yok, sadece Tayvan pasport var. Yani demek ki onun Tayvan hükümeti ve Tayvan halkı çoğun kurulu kılan münasibin bombalılıkını ifade kılış için emri hareketler öttü. Yani benim bu hayatım diyen gibi Xitayning milletçilerin arasında iki xil göz qarashi var dedim. Ben Tayvan bilen Xitay bir degan gapni ben demedim. Onu şu Xitay milletçisi mesela Liu Yao Xitay milletçisi. 2010'da yazgan makalesinde mahsus bir abzas aşağıda bir izgılık. Yani Tayvan'da yetişine ait o zaten bizimki kaçan da olsa ele alaydı ya ama bizden asas dikkatimiz materyalde buluşan gibi bak. Hem de onun için zaten ötken yılda 13 gün 15. gün Liu Yao kol gelindi. Şundaqalıqı Xi Jinping'in bazı siyasetleri karşı çıkarlık. Yani bu bazı Xitay milletçiliğin göz karşı o şekilde bak. Hem de Xi Jinping'in iradesi mehkem görünüyordu o. Tayvan'ın mutlaka aldığı var. Elbette Xi Jinping'in özü güçlük sebepleri vardı. Bayatın İlşat Efendi diyendik. Tayvan'ı eğer vatanını birleştirdi, Tayvan'dan hem özünün halk arasındaki inavetini zaten tikleyen oldu. Çünkü Xitayların bunda çoğu nesli amırak.
Aynan bir jihatdan dünyanın umumyüzlük vaziyetini kontrol kılışta ahmetli buluşı mümkün. Bunu hem de kağınını biraz Hmm. saklap gerek, saklap görüşe. Çünkü Pelosi hanımın ki Tayvan'a berip kayıt etkenlik Xitay'ın pozisiyası bu Xitaylarda bir gap bağlığı ham bu çıyan koydu. Bazı Xitay'ın bazı hareketlerini közümüzün köküne işinip ketmesi gerek dep oylayman. Hmm. O bizge ataytin köz bolgan narsa aslında Xitayna xiniyet olması mümkün demekçi. Ağından bir körümüz Ha, yakın. doğru deysiz Berat'ka. Naitelik kuğu başka. Hmm. Onunki planları boluşu mümkün. Siz yaxşı tadqiq qildingiz bu jihatdan. Endi hazır abdi xalqarada Uyg'urlarninki meselesi bütün matbuotlarda her gündegidek aldın qatarda xabar chiqyapti. Bütün dünyada Uyg'urlarni tonib ularninki meselesini yezayotgan nurg'un kishilar bor. Ama endi bu qitim Xi Jinpingning so'zida Uyg'urlarni tilga olmadi. Bunun sebebi nima? Faqat Uyg'urlar bilan munosabatda hech qanday gapni xalqaradami gap qilmaydi, nimaning ichidami Xitoy o'zining ichidami gap qilmaydi, lekin hozir vaziyat nihoyatda nima bo'lib ketyapti, yomon bo'lib ketyapti biz tarafda. Bularning sabablari nima? Endi bizningki Vatnim Sharq Turkiston bilan plani nima? Marhamat, kimdan boshlaylik? Bunu ben biraz başlayıp durayım. Ondan keyin İlşad Bo'ldi. efendim konuşsa. Bu kıtın bu yeni rehberlik grupsa Van yanında bir eylem buldu. Bron konusu da. O şu atılmış merkezi Şincan hizmet grubusundan başka olan kim? En ağırkı ağzı şunda. Ama o nemeden mi elinip gitti? Bütün tizimliklerde yok. Daimi heyettim yok. Politbüroluk herhalde yok. Bayatın degende o Çençengo mu yok ortada. Hem de aslında Xi Jinping bu meseleni bugün gideceği bir vasıta ortaya çıkartmak mıydı yani? Xitay hükümetinin Uygur meselesinde o Başka İşler Ministri'nin sözcüleri seviyesinde ortaya koyamadı. Yani Xi Jinping'in ve bir vasıtalık halkaralık toplantılarda yapılmış Xi Jinping'in seviyesinden halkaralık bir jığında azıcık beklilik keltirilmiyor ama bu kıtım bu pervasızlıkındaki sebebi bence bütün dünyada besin var elbette. Çıkışlar oldu, kararlar çıktı, erkek kırgıncılık oğallıkların ismi koyuldu ama bence halen Xitay'ın Titan tomruğu tekidiğen bir emeli hareket dünyanın hiç kandığı da bu bakmıyor. Yani Xitay fakat biz nezriye cihetten dünyanın çeşitli her kıl seviyesinde mesela hatta G7 zirvesinde gün tertip Kyoto'da NATO'nunki toplantılarda bizim Uygur meselesi gün tertip Kyoto'da ama hazırlıkça mesela birkaç şahsla cezalandırıldı dedik. Şincan Guantian cezalandırıldı ama yani bugünkü Xitay'ın Titan tomruğu tikidiğen hakiki bir nasip olmadı. Mesela ben devamlı devam gibi şu Xitay'ın tosuşundan birden bir yolu Pakistan'da imağı keltirip Gwadar limanını yandırıveriş. Enandaki Şanghay Beşisi yani Şanghay İşbirliği Teşkilatı yok olup yani tosalı uçurmayı durup Xitay hiç kanı nersiz ziyan tatmaydı. Yani emeli biz yani kemmeydik Xitay'a şu an. Biz de bütün dünyada hazır nezriye cihetten Uygur meselesi oturuşta ama ticari cihetten Xitay hiçbir nersi kemlep kalmadı ki. Bu yıllık demek karagan yani okşaş malını dünyanın Amerika satkın duruptu. Bütün dünyada yani ticari hacmi yani Xitay'ın terakki kıptı. Satkan malı hem edince Xitay'ın malı demek çok narsa biz hazırlıkça Uygur meselesi nezriye cihetten ciddi basmışlar geldi hakikaten. Şu an 7-8 parlamentoda Uygur irki kırgınçılık kanun cihetine itiraf kılındı. Uygur Mahkemesi'nin kararı oturup çıktı. En ahırda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın İnsan Hakları Komisyonu raporu mu çıktı? Tamam bula bizge manevi cihetten bir ümit bir ozuk buluşu mümkün. Ama ben şahsen dünyanın hiç kandağı bir yerde Xitay'ınki yakı şekilde çözüldüğün bir emli faaliyet bulmalık için bu meseleye
pek ciddi şekilde halkaralık seviyede fikir berişini bula yani lazım kömür dep karayım. Ben açta karadım. Yani mesele kişilep ketken üçün emas. Bu qitim Birleşken Devletler Teşkilatı'da eğer Xitay'la müzakere ala algan biz qandaq bolatdy? Sizce Ferhatka? Algan bosqanda kılattı şu o kararın neticesi bulattı. Xitay irqi kırıncılık kıldı mı kılmadı mı şunu bir tekşürüp bakaylı tekşürüp alsak bolam diyen gep o. Şu tekşürelimizi tekşürmeyelimizde dep karar çıktı o. Ama böyle qandaqlamasın Birleşken Devletler Teşkilatı'da bunun gün tertipke elinişi hem de mençe çoğ meseledi. Hiç Dedim olmasa ya bir sen nezriye inflatsiya cihetten dep hesap soragan bolsa yaxşı bolatdy. nezriye cihetten biz ma'lum seviyeye keldik. Ama Türkiye'de bir gep var. Maaşın azam işine son. Yani maaşımız rütbemiz östü ama hala yani çıkarken bir nersi yok. Xitay onundan medet ilatkan buluş mümkün de var. 10. ayının 6'sideki o Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Council'da yana ötmegen karar bir 2023 yılı 3. ayda içiladigan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığınında Uygur Uygur meselesini muzakir qilish. Uningdan keyin agar o'tgan bo'lsa, shuningda, demak 2023da Birleşken Devletler Teşkilatı'nın munbirida Uygur meselesini qanday qilish, nemi chora qo'llanish, nemi qila olamiz, nemini Xitoyni jazolay olamdiq deganga qadar meningcha bu yerda bir muzakir bo'ladi. Bu naytu cho'ng ahamiyatlik agar bo'lgan bo'lsa. Chunki u yerda cho'qim g'arb dunyosining xuddi bu qitimqi loyihani qo'yganga o'xshash Uyg'ur masalasini 3-oyda muzakkir qilayli deb bu taklifni qo'yganga o'xshash u vaqtida Xitoyni manda jazolayli yoki manda qilayli, Uyg'urlarni manda qutuldirayli degan bir narsa ularda u vaqtida tayyorlab akilib qo'yatdi. Mayli u qaror bo'lsin, bo'lmasin Birleşken Devletler Teşkilatı'da. Ötsün, ötmüsün. Ama bu kanda bir çağrı tutuş, kanda kutulduruş, kanda kılıp bu milli kırgınçılıkın tok tutuş, bu doğruluk bir yerde bir layiyelerinin koyuluşu, bununki bir yerde çoğun bir müzakirge koyuluşu, çoğun bir vaka bulattı. Çoğun vaka bulattı. Demek bunun da doğru, biz mağlubiyet uçurduk. Ama lekin biz kayniga qaraydigan bo'lsak, biz bomba deydiganda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mushu muzakirni kirgizdik. Shu muzakir bo'ldi. Muzakir qilamdik, qilmamdik degan masala bu yerda bir xalqaroning diqqatini qo'zg'adi. Endi bu yerda biz ko'pincha vaqtlarda nayt umidsizlanamiz. Masalan, ovoz bergan vaqtida ba'zi qarindoshlarimiz, e'tiqoddoshlarimizni bergan ovozi qarab nafratlandik. Shaxsan mening dimim ichimga tushib ketdi shu kuni. Atiganda ko'rishni boshlagandim. Ovoz berilib bo'lgandan keyin 1-2 kungacha o'zimni o'ngshamadim, rost gapni deyman. Ammo bu yerda bir narsa. Men bugun shunga tayyorlik qilay deb, bir Xitoy shunas yana bir Amerikalik bir tadqiqotchi strategiya olim borki, John Smearsher degan. Shu odamning leksiyasini angldim. Atigan mashina haydab qizimni maktabga olib qo'yguncha, qaytib kelguncha. Shuni anglash jarayonida yana bir narsani, u deydi, davlat deydi. Har qanday bir davlat, nation oldi bilan hammanglar puxra bo'lgandan bilishinglar kerakki, u oldi bilan xuddi insonga o'xshash shaxsiyatchi bo'ladi deydi. Bu shaxsiyatchilik degani o'z davlatining manfaatini birinchi o'rin qo'ydi deydi. Hech qachon sen u bir davlatni mayli Amerika, Kanada, u Kanadada ipagan bir leksiyasiga. Kanada u bu. Chunki u yerdagi savol naq biz bilan munosabati bor. O savol so'rg'ichi dedi, Yevropa Xitoy bilan savdo qilyapti, Kanada Xitoy bilan savdo qilyapti, Xitoy tahdid deyapmiz. Siz bunga qanday qaraysiz dedi.
Avrupa bilan Kanada albatta pul topqusi var deydi. Amerika bu yerda saqchilikni Amerika qilgandan keyin ularning hammasining pul topqusi var. Deb bo'lib uniki deydi. Har qanday davlat o'zining davlat manfaati birinchi o'rin qo'yildi. Shuningga sen o davlatlarni haqqoniyati uchun har qanday vaqtida tik turadi deb o'ylashing o bir ham xiyol deydi. Amerikaning dunyoga saqchi bo'lishidagi maqsadmi? Chunki o shu saqchilikdan jiq manfaatga erishadi deydi. Shuning uchun saqchilikni qiladi. Agar bu buzilib ketsa, Amerikaga manfaatiga ziyon. Shuning uchun qildi deydi. Shuning uchun menda degan vaqtida bizningki masalanimi xafa bo'lamiz, umidsizlanamiz. Chunki biz umidimiz shu yerda, boshqa qo'limizda hech nima yo'q. Ammo lekin onun bilan nafratlanib, umidsizlanib, hech kim kamdi desak, o vaqtda o'zimizni o'zimiz umidsizlantirib qo'yamiz. Shuning uchun qo'lga kelgan natija uchun murimizni urib, yaxshi qilyapmiz, har holda mashagchi akaldoq deymiz, qag'iniga tirishimiz. Tirishimiz. Endi Xi Jinping bu qitimki qurultayda, balkim Parat apandim so'zlab qolganmiz, men shuning savolining davomini. Nima uchun Xi Jinping tilga olmadi Uyg'ur masalasini? Xitoy hech qachon Uyg'ur masalasini Xitoy doiralari maxfiy so'zida tilga olgan bilan uch qashqari hech qachon ep baqmadi. Chunki bu Xitoyningki dunyoga berayotgan narsada o bizning ishki ishimiz deydi. O senin arılışıdığan, sen ko'ngil bildiğan. Biz qanday qilamizki, o o'zimizning mayli. O bizning ishki ishimiz deydi. Tilga butunlay omidimi emas. Xi Jinpingning so'zining bir yerida davlatning muqimligini amalga oshirdik. Chegara rayonlarining muqimligi hozir qo'lga keldi. Plan bo'yicha amalga oshdi deydi. Natijali bo'ldi deydi. O chegara kimni ko'rsatadi? Uyg'urni ko'rsatadi, Tibetni ko'rsatadi. Bu Xi Jinping'ninki xuddi Chinchango'ning so'zlikidek, maxfiy so'zda aytgandek, 5 yillik plani Chinchango'ni 2 yil bo'ldi, hozir paytim tashlagandek tashladi. Ama u yerda biz uchun bu bir milliy qirg'inchilik. Biz bugungacha shuning dardini tortyapmiz, yiqlayapmiz, qaqshyapmiz. Demak, bu yerda Xitoy uni Uyg'ur masalasini demagan bilan şu chegara rayon davlatning muqimligi amalga oshdi, plan bo'yicha mangdi deyish orqali balkim Hong Kongni o'z ichiga oladi. Xitoyningki, Xi Jinpingninki bu qadam hammani kontrol ostiga elish bu qadamini ko'rsatyapti. Endi Abay Parat apandim bir muhim bir masalani dedi. Masalan, endi burun machinery kelgan vaqtida bir turkum adamlar hayajonlandi Uyg'urlar. Va bir olimki o'z vaqtida Xitoyning havo bo'shlig'ininki PhD-ga u bu deb. Men buni qayta dedim. Biz Chinchango bilan Xi Jinpingning, Li Keqiangning, Zhao Kejining bularning so'zlarini, maxfiy so'zlarini men qayta takrorlab keldim. Uyg'urlar mayli saqchi arqib bo'lsin, mayli birinchi, ikkinchi qitim pash bo'lgan New York Times'ning e'lon qilgan hujjatlari bo'lsin. Rasmga qaramanglar. Hujjatlarga Xitoyningki so'zlarini o'qib chiqinglar. Men ishini Uyg'urlarning hammasi Xitoycha azdur ko'pdir biladi, o'qiy oladi. Uning ichida eng muhim narsalar shuning ichida. Li Keqiangmi qandaq boshqurish, qanday lagerlarni kengaytirish, qanday ularni kengaytirish, Wang Yangmi shuni so'zlagan, so'z qilgan, Yu Jingshengmi shu so'zlarni qilgan. Demak, bu Xitoylar bir Uyg'urga kelgan vaqtida. Mayli uning ustiga chiqqan kim bo'lsin, Wang Leqian bo'lamdi, Zhang Chunshan bo'lamdi, kulib turib qiladigan. Xitoyning o'zininki bir maqola tamsili bor. Shanjo pulay layjo bu shan deydi. Rahimdar kamaydi deydi. Kagini hammasi rahimsiz deydi. Bizning vatanga kagini rahimdar emas. Hammasi rahimsiz. Nima uchun rahimsiz oldu? O Xitoyning manfaati uchun ketman chapirqini keladi bizning vatanga. O Uyg'urning ishig'i kamaydi. Shuning uchun bu yerda
Parat efendim degandek abay Wang Yang ketidi, yana bir Xitoy chiqidi. Balkim amdi ma'u kelganlari Wang Yang balkim o'qigan bo'lsa, azroq o'ylanib, shapkisini aka davatidi, shapkisini lakilaymi yo kallisini makilaymi deb o'ylanadigan bo'lsa, hozir ma'ladan birisi chiqsa, balkim bo'ldi amdi shapkisini kallisini makasam bo'ladi ekan deb qiladiganlar chiqdi hamda atarman chaparmanlar. Ama onun bilan hergiz ümitsizlenmesligimiz gerek. Mening daim deydiğim tarix xuddi bu mening bu ko'z qarashimni siyosiy olimlarning ba'zilari o'xshash ko'z qarashdiga. Tarix muciz yaratdi. Bu muciz deganimiz musulmon biz uchun e'tiqodimiz bor uchun Allohdan keladi deymiz. Yana bir turkum aqlga ishonadiganlar uchun hammamiz tirishsak tarix bizning irodamizga ba'zida agishib mangdi. Tarixni biz yarata olamiz. Shuning uchun umid bilan yashab, har bir odam o'zininki bir kishilik to'kpisini qo'shganda bu tarixning fojiaga xotim berib, bizmi Uyg'urning gullandigan vaqtini asli keltira olamiz. Shuning uchun anda aytgan vaqtida qarang'u kun kelganda ko'rinyapti. Haqiqatan bir qarang'u kun. Biz baribir qarang'uda yashab keldik-ku, xeyli ko'nibmi qoldik qarang'uni ko'ra oladiganga, yo'l topa oladigan bo'ldik. Endi qanday qilib bu qarang'uning yopiqni yitib tashlash. Buning da yana vaziyatni kuzatishimiz kerak, fursatni kuzatishimiz kerak. Ham hargiz kuzatma, tutma deb saqlab o'tamasligimiz kerak. Xitoyninki nima daraxt tugida turib toshqan tutma deydigan bir qitim bo'lib kelishi mumkin, ammo lekin u doim kelmaydi. Shuning uchun hammamiz harakat qilib bu vahshiy Xitoyni demak Xitoyning ichida Parat apaning bir muhim yana bir nuqtani ko'rsatdi. Xi Jinping shunda gukrab kelgan vaqtidami, ya'ni tuyuqsiz 2 kun qolgan vaqtida Beijingning ko'chisida u Xitoyni tushib ketsin, davlat xoini dedi. Xi Jinping Gozey dedi. Gozey degan gap davlat xoin degan gap. Vatan xoini yoki davlat xoini. Bunda degan vaqt degan bir shuarni ko'tarib chiqalishi demak yana Xitoydimi harakat qilayotganlar bor. O deganlik o Xitoy balkim chet elga chiqsa Şinjan yani bizning bir qismimiz demokratiya berimiz deyishi mumkin. Ammo uning nima deyishidan qat'iy nazar, hozirgi bu qarang'uga qarshi chiqqan demak bu yerda yana bir kuchlar bor. Biz shular o'xshash bizmi o'zimizning kuchini to'plab, o'zimizni harakatga keltirib bu fojiaga xotim berishga, tarixni o'zimiz yaratish uchun tirishimiz lozim. Rahmat. Parat siz? Endi bu yeni rahbarlik grupasining tashkili avvaldan qarg'a vaqtida bundan keyingi bularninki siyosatdan taxmin vahshilashib mang'anligi aniq turibdi. Endi xalqarada maydonga kelgan natijalarni muayyanlashtirdik. Bu muayyanlashtirish kerak. Hakikaten tarixdagi ana yuqori seviyaga kelganligini deb turdik. O aniq. Endi bu bizga yetamdi desak, yetmaganini ko'rib turibmiz. Masalan, bugun Xitoyninki asos qonuniga ko'ra Uyg'urlarning haqqini talab qilgan bir professorimiz turmida. Masalan, Xitoyning bizga bo'lgan pozitsiyasini eng yaxshi o'lchaydigan narsa shu. Xitoyning o'zininki men bugun bu gapni atayda qilishning sababi ertaganlikka bizning Ilhom To'xtaning tug'ilgan kuni. Bugunmi yo'qsa? Bugun 25 mi? Bugün. Yani bu munosabatlar biz İlhom To'xtanimi xotirlagan bo'laylik. Xudoy uning kuch-quvvat bersin inshaalloh. Sog' salomat chiqib aramizga qaytlar. Yani demoqchi bo'lgan narsam Xitoylarninki bizga bo'lgan pozitsiyasi aniq. Yani xalqarada bu kadar ciddi seviyeге keldi bizning inqilob yoki bizning mesela bu kadar çoğun nimeler oldu, besimler oldu ama İlhom To'xtadek masum bir vatandaşlığımı Xitoy hiçbir şekilde koyup durduğundan şapisi yok.
Onun sırtında mesela bizdeki hazırki aktivistlerimizden Ruşen Abbas'ınki ağaçısı bir doktor. Yani halkın davalaştan başka bir günah olmagan bu doktor. Yaşar Efendi'nin özünün ailesinden şu vakitçe bir kançı masum bir tukalları var. Yani hiçbir şekilde bu sırt boğazka enkılapla bu masum kişilerin lagerden çıkış sebep olmadan karga vaxtıda Xitayning Titan tomruğu tigenmedi deganning sebebi bu. Ben bu işlerini küçümsemedim. Muayyenleştiriyordum ben. Çok işler oldu. Hakikaten Uygur'un tarihinde. Ama bu Xitay neymiş hiçbir narsa tepsek tevirmeydi. Biz onu oylashimiz gerek. Demek ki biz takım o ciddi bir şekilde bunun denken bu meydana kolu keltügen neticelerimizden ümitlenişten yendi de toxtamay küç çıkarışımız gerek oğallığı yenik. Çünkü müşvaqçı bir tane masum kişini tağı nimeden çıkaramadık. Toplama kampından çıkaramadık. Bunun açıda karşımızda oturup da İlçat Bey. Hem de bunun sebepleri ben diyendek yana hakiki şekilde Xitayını çöçüldüğün bir tedbir. Belki bunun için bu kala ama elbette bularmış taşkı almalı ama ben nereden ümitlendim? Ben şunu da ümitlendim. Bu yakında bizdeki Şarkı Türkistan'da Xitaylar bu Covid münasebetiyle bizden yana yok dışına yeni bir yolun taptığını özüce. Ama bu cereyanda elbette eçinişlik video görünüşleri köydük ama ben başka bir narsa dikkat kıldım. Halklar artık ben otellik sen Kaşgarlık demey. Şu vakada aç kalanlarga rayonlarni eşip birbirine yardım kılışından koyunu izlevatıdı. Belki de yardım kılaldım. Evet ki yardım malzemesini Xitaylar oraya tapşırıp verdim. O namalum. Ama bir yerde moyun boğan narsa ruh. Çünkü insan kılgan narsa ruh. Yani ruh terilge vaxtıda insan terildi diyen gap. Ben bu videolarda mesela Cenub bir ayal Gulcudaki kırımdaşlar evet ben de çılan pişmagan çılanını mı ben komarap çıkaydım şununki nimesini kıladı. Akıllı ayalken onu elik seferberlik şekilde videoda TikTok'ta anlatıptı. Bence o çılanını kopardım ayrı konu ama şu meseleni şu şekilde oylap aşı şekilde tılgı keltirişinin özü o içki yağımız yani halkımız artık özara hemkarlıkның kıymetini özara birlikte buluşunun kıymetini yetip kelgenligi bence bu takım o moyun bir ümit menbesi dep qarayman. Hem de biz ötken katım İstanbul'da muşu meselede bir çoğun halkara jığın ötközdük ama hazırkı vaziyet nimişlarni qilish kerak degan yerga o'tirib qo'yishga fursat bo'lmay qoldi. Bence biz eğer Xitayda yani Xitay'daki bazı özgürlükler bu Amerika'nı, Avrupa'nı tatmin qilib qolgan vaqtida biz yo'limizni qanday davom qilamiz degan masalani o'ylashimiz kerak. Bu biraz uzun bir masala, belki onun için ayrım bir nima qilish kerak. Yani qisqasi ümitlenish uchun sebep var. Ama bu yakında bu ayvallardan şunu görüyoruz ki biz özümüzün gemini özümüz yiyişini bilişimiz gerek. Yani özümüzün gemini özümüz mutlaka bekerek yiyişimiz gerek. Yani onu gördük. Hayatın ılıkı devletlerinin menfaatinin ki nemi şekilde, kandak şekilde qo'dalganligini misol keldi Elshad efendim. Demek ki özangda yok, alemde yok. Biz yana özümüzün qo'ldan keladigan qobiliyatimizni o'stirishimiz kerak. Bazen lazım bo'lsa qo'shdan chiqib so'ram kirimiz. So'ramdan chiqib qo'sh qilib o'zimiz qilmasak bo'lmaydi ekan. Rahmat. Doğru degan gap bor. Hakikaten özümüzün işimizni özümüz qilishimiz kerak. Mening ekranim to'nglab qolgandek qildi. Ovozim Biraz kelyaptimi? aşağı oldu ha. Biraz olmuş. Azı kelyapti. Rahmat. Endi vaqtni berib qoldi. Endi sizlarning deganinglardan vaziyatdan Uyg'urlarga texmi eg'ir kunlarning keldiganligi aniq. Hozir endi Covidni bahona qilib
Xitay yenidən yeni acayip kamplarını quruşqa başlaptı. Bunun məqsədi nəmə? Nima üçün ayrım hücrələrini qurub həmməyədə nimalarni bundan keyin yana qandaq balay afətlər keldi xalqımızın başığa. Haqiqatan bizning endi texim ko'p ishlarni qilishimizga to'g'ri keldi. Bu yerda bir narsani qistirib qo'ysam, Mahfirat xonim, kechirasiz. Rahmat. Mushu gapingizga qo'shib hozir jiq intervyu qilmaydigan bo'ldim, ko'z qarashim. Har qanday bir milliy qirg'inchilikninki haqiqiy odamni o'ltirib mangdigan bosqichi shu hokimiyat birinchi g'aljirlashgan, eng kuchlangan ham eng xatar o'zini eng xatar deb his qilgan vaqtida. Uningdan keyin buningda birinchi qadamida mamdi bakchiq o'qiydigan bo'lib ketdim bu milliy qirg'inchilik to'g'riliq. O'qish kerak, o'qimasam bo'lmaydi. O'qimasak tushunmaydi ekanmiz. Masalan, mushu yaqinda men o'qiyotgan Yahudilarniki, bu bir ikki Yahudi oilasi, nemis oilasi. Bular to'y to'kin kelish berishi bor. Masalan, Yahudining qizi, bir doktorning qizi, nima o'g'li bir nemisning qizini oldi. Bular getleri chiqib, rasmiy boshlashning oldida bir-birisi bilan hurmat qilishib, orlishib o'tadiganlar. Ammo Getler çıkıp Yahudiler muşu bütün dünyanın tahdidi, bular German milletinin tahdidi, bular bizning medeniyetimizni buzuvatıdı, bular vurun bizninkini yep ketdi devegendan keyin bu hamma yeningizdagi hammadan bu Yahudilar vahşi bu bir jamiyatga yük, bularni yo'qotish kerak, bular insoniyatdan tuvan xalq, insonga kirmaydi devegendan keyin kaynida hatta muşu ikki oilning şu Yahudiga toylangan kızdan başka hemmisi özgürüp hatta öldürüdügan bir-birisini kırıdığan şu Yahudi ailesini tutuşqa aşı ailenin kuda ailenin yardım bergen tutuluşuğa ularning öldürüşüge sebep bolgan şunu gördüm de okuş bu bir ailenin faciası arkalı bir neçe ailenin şu vaqtdaki garipliklarning hozirgi tadqiqot qilayotgani bu Germanlar qarasa hazır biramdan naiti bir salapetlik, akıllık bir millet. Nima uchun şu vaqtda bu bütün vahşiyleşib ketdi deb shuni izlaydi. Men shunga qiziqib izlayaptim. Hamda chunki bu bugun bizning beshimizga keldi. Hamda meni qisqartib aytsam, nima uchun bunda bu hikoyani kelma deganda tarixni. Xitoy 2001dan keyin Uyg'urlarni Xitay devletinin düşmeni, terörist deb ko'rsatdi, bölgünçi deb ko'rsatdi. Ama 2016'dan keyin bütün Uyg'urni qo'ylardek, xuddi shu vaqtdagi nazilardek Uyg'urlar bir tuvan inson emas, insondan tuvan bir xil hayvondek Uyg'urlarni tuvan ko'rish, ularni qirg'inchilik qilish, bu narsani Xitoyning kallasiga singdirib bo'ldi. Bunu bir mesela Amerika'ya kelgan bir o'qiyotgan bir Xitoy qizivalninki vatanga berib qaytib kelgan vaqtida o'zining ota-onasininki Uyg'ur kadrlarning uyiga berib bu qizni olib mehmon qilib yeb bo'lib ota-onasining bu Uyg'urlar tuvan xalq, qaloq, hech nimani bilmaydi, bularni ching boshqurmasi bo'lmaydi deganni yozdi. Endi men bugungi kunda bu Covid'ni bana qilib, yana Xitoy virusini Uyg'urlarni uyiga solab qo'ygan vaqtida men bir necha yerda so'zga vaqti shuni dedim. İki bina, bir binaning ichida Uyg'ur, bir binaning ichida Xitoy. İki binani boshquradigan hammamiz bilamiz. Hamma yani boshquradigan, tamoqni bo'ladigan kim o? Xitoy. İki tarafga qiz kimga berdi? Albatta Xitoyga berdi. U Uyg'ur o'lsa o'lmamdi deydi. Shuning uchun bu hozirgisi resmi keng ko'lamdagi qirg'inchilikning boshlanayotganining bir signali. Endi biz hozir bilmaymiz qanchalik odam o'ldi. Bugun bir Erkin Sidiq efendim bir videoni chiqarib qo'yibdi, bir tavutni 4 odam ko'tarib ketib olgan, shu Xitoyning nima kiyimi bilan. Uqmaymiz qanchalik Uyg'ur ashundaq 4 odamlar chiqib ko'mbatdi, biz bilmaymiz. Bu qirg'inchilik hozir texmi Chinchango ketishi mashinarining kelishi bilan o'zgarmadi. Texmi vahshiylashib mengyapti. Bu bizni cho'chitadigan yeri.
Bu bizim çöçüştürüğe yeri. Şununla tirişip, tekimi jıkılgan uçurlarını toplap, bularını halkarağı uygutuş. Onun için Parat efendim degендek, bundan keyin nemi qila alaymiz? Qandaq qilganda Xitoyning titan tomiriga tegib, Xitoyni oqiq chekindira alaymiz. Balkim o Pokistonni imoniga biz bir kunda keltira olmaymiz, Godaridan Xitoyni qo'g'lab deb. O qiyin. Qozog'istonni chiqarib yetolmaymiz bir 2 kunning ichida. Ama başka usullar barmı? Menimce hemmimiz qaytadan o'ylanishga to'g'ri kelib qoldi deb o'ylayman. Shaxsan menmi to'xtamay o'ylayapman. Qandaq qilgan vaqtida qutulduğunu bo'ladi, nemini qila olamiz deb. Endi bu yerda oxirisi yana bir hikoya bilan tugitaman. Yahudilarning dunyo Yahudilar qurultayining raisi Amerikaningki şu vaqtdagi harbiy amaldori bilan ko'rishib, qanday qilganda Yahudilarni qutuldira olamiz? Sizlar bir yordam qila olamsizlar? Auschwitz'ni portlatib yeta olamsizlar Polshadagi lagerni? Bir temir yo'lini portlatib olamsizlar degan vaqtida o harbiy amaldorning degini, hozircha Yahudilarni qutuldirish ikkala usul bor debdi. Birisi Gitlerni qaslab o'ltirib yetishimiz lozim. Chunki o beshi shuning deydi. Gitlerni qaslab o'ltira olsanglar, belki bu urush to'xtaydi, Yahudilar qutuladi deydi. Ama onu biz hazır kılamayız. İkincisi, nemiz Germaniyani bütünlay mağlubiyet kılış, jangni yengishimiz lazım. Bunun sizler yardım kılınlar, o bir lagerninki tömür yolunu parlatışı bilan bütün Yahudini qutuldurup kalamayız. O vaqtida urushga qo'ygan aeroplanni boshqa kichik vazifega topshirgan bo'lamiz. Ondan keyingi portlatishda hozirgi texnikamizda o degan nishonga bombani tashlamaymiz. Nemisini o'ltamay, balkim Yahudilarni portlatib yetishimiz mumkin. Shuningga bizga yordam qilib, urushni tez tugutishga yordamlashinglar debdi. Rahmat, xo'sh. Rahmat. Endi oxirgi so'zinglarni olsam, Paratga. Sizdan qo'shimcha qildigan yoki Ya hem de vaktim buraya verip de hem de desek yanlış tekrar oylaş lazım, çağrı oylaş lazım. Artık ben yakın yazı bu memleketteki videolarını görüşübek royum çıkıp gidip kallam işlemeye olup kaldık ya. Şu an ben olanı bek kömeden buldum. Hem jürkim çıdımaydık ya. Ama oylaş gerek. Ben hem de ters olsun mu? Ben şahsi göz karşım şu. Xitayni burnunu çoğun etken işla. Şu Orta Asya'daki hakimiyeti Şanghay Beşisi Matrep'ten Gwadar limanına in Okyanusu çıkan. Yani Xitayni çekindirişin yolu bularını birden pasif kılış. Ters olsun mu ben özümüz kılamayız elbette. Ben halkaralık teşkilatlarda kandak kılımızı istegendik bizden sonra vermeyi olalının hikayesi aşını kılana davetı menemdi. Bizim kolumuzun kendisi bu. Çoğunluğa biz oturup koyaylık. Ulanın bu işini kılıp kılması ikinci mesele. Ama bizning kalla qattiqligimizni dünya bilsin. Onun için ben biraz bu gaplarni fırsat topganda bu gaplarni qilyapman endi. Rahmat. Erdoğan'ga bir sual Paratga sizden başlap Sharq Turkistonning yaqin kelgusi qandaq bo'la degan bir sual. Sizce Yaqin kelgusi. Bu sorunun cevabını aslında bayat ne ağız İlşad Efendi mi dedim ben mi dedim. Ümitsiz boluşka sebep yok. Ama aldı bilen emmeyle çağrız değilik. Hem de jığlap kalkşap bir yere baramaydı alıkımız oturup çıktı. Çağrız deş gerek. Emmeden kaldısı da köpün aklı köp diyen dersi var. Bunu bence belgeleydiğin dersi bizden irademiz. Yani biz takım mahkem bir yere gelip İttifaklaşıp o bir gevde bilen kadem taşlap mağsak enandayken bu iş minenki oylan bilen bolam da özümüzden çetki kalkmay çağrı oylaş lazım. Mutlaka çağrı oylaş lazım. Bir de halkaralık vaziyetini bek toğra tahlil kılış gerek. Yani halkaralık vaziyet bek yaxşı olup gitti. Bizden Uygurlarla ait bir hata koyumuz var. Şu melden kıladın kim bu turmadan koyup bir biraz bazı yaxşı kullanması vaziyet yaxşı olup gitti de özümüzün aldap başta ötep gittimiz. Yani vaziyet yaxşı olup gitti diyen gap quruq gap.
ona doğru taalluq qilish kerak. Özümüzni aldızaq var o. Hech kim bizni xuzamaydi. Bizning eng chong xatomiz o'zimizni aldash. Bir inson o'ziga yolg'on gap qilgan kuni zaten onun davomi kelmaydi. Haqiqatni Asan iş emas mi o? Ha? Asan iş özünüzü aldaş, xoşal qilish, başqası biraz o'ylashga to'g'ri keldi, kitob o'qishga to'g'ri keldi, iznishga to'g'ri keldi, tirishishga to'g'ri keldi. Bizim vazifemiz ters. Hayatın dağıtımı mesela İlşad Efendi'nin müşterek gününe koşuldu. Yani demek ki o dersen biz bir kalının vazifesini veya koşka ya söylemgi vardı ama biz kalıdım beter şu an. Koşku lazım bu arada koşku giriş gerek. Söylem bu arada söylem girişimiz gerek. Yani hemen koldan kelgenden 10 mislini kılış gerek. Çünkü nopos tayinlik, okugan bilgen tayinlik, onun için vazife yığır. Menimki ahirki deydiğim her kandak örülmeydiğin imperiya yok, almaşmaydiğin hakimiyet yok. Şununla Xi Jinping'nin en vekşileşken vakti onunki zavalgı qarab mangan vakti dep qaraymiz. Şahsen menin göz qarashimcha Amerika bilan to'qinishi muqarrar. Şahsen menin göz qarashimda 2024 mushu vaqtlarga taqaydi deb o'ylayman. Yani manda degan vaqtda 1-20 yil qoldi. Mening to'g'ri bo'lib qolsa farizim. Shu orqali onundan keyin shu vaqtcha hamda biz tayyor bo'lishimiz kerak. Bu tayyor deganimiz hamma jihatdan tayyor bo'lish kerak. Abaymo o Yahudilarning hikoyasini dedim, onaniki Ruanda'ninkida mo eng oxirsida qirg'inchilik uchirgan Tutsilar deymi? Shularni qutuldirib qolgan, shularninki chegarasida partizanlik qilib yurgan bir 5000 ga yaqin bir askarlari bor-ki, shular oxirsida butun millatni qutuldirib qoldi, hokimiyatni oldi. Hozir shu millat so'rayotdi. Ya'ni biz ko'pinchimiz bu tarixga shahid bo'lgandik. Shu 80-yillarmi, 90-yillarda Ruanda qirg'inchiligi. Demak, hamma jihatdan tayyor bo'lishimiz kerak. Farhat apandim degandek oldi bilan o'zimizning umidni kutishimiz kerak. Amerika ozod qilib beramdi, Turkiyami yoki boshqalarmi hech kim bizni ozod qilib bermaydi. Faqat biz o'zimizni o'zimiz qutuldiramiz. Ama o deganlik ahmoqonlik emas. O'zimizni puxta tayyor qilib, shu vaqt soat to'shqa vaqtida hammamiz tang chiqsak, bu amalga oshadi. Bu bo'lmaydigan ish emas. Ne millatlar ashundaq yo'qolib ketish girdoviga kelgan vaqtida o'zini qutuldira olgan, qaytadan o'zini tiklay olgan Turkiya bir misol, qolgan millatlar bor. Agar biz umidsizlansak, texmi yo'qolib ketamiz, o'zimiz yo'qaymiz. Abi Farhat apandim dedi, vatanniki g'urur tugimadi, chet ellik Uyg'urlardagi g'ururmi tugimadi. Ya'ni shunda umid bilan kurash qilyapmiz. Buni davomlashtirishimiz lozim. Umid bilan yashab oldi qarab mangsak, cho'qim bir natijaga erishimiz. Oxirisi o bir odamni emas, balkim butun Uyg'ur millati va o zaminda biz bilan tang yashayotgan Qozoq, Qirg'iz qarindosh hammasi shu qo'yash, vatan, erkinlik, shodiyanini shu yerda etqini bo'lish bir kun keladi deb amin. Xudodan tilaymiz. Rahmat. Tugdi. Köp rahmat. Emse vaqt e'tibori bilan bugun mishad oxirlashtiraylik. Xitoyninki 20-chi qurultay munosabati bilan biz Uyg'ur masalasini, Xitoyning hozirgi vaziyatini va Tayvan masalasini qisqa qilib bugun sizlarga sunishga tirishdik. Mehmonlarıma köp rahmat aytaman. Ekran oldida o'ziniki qimmatli fikrlari bilan bizga madad bergan, ekranimizni biz bilan birga ko'rgan butun qarindoshlarimga rahmat aytaman. Unda bo'lsa yana bir qitimqi Akademiya suhbati programmasida ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.